Mehmonxona. Hukmdorning umri bir kundan kam qoldi. Otamning ahvoli og'irlashib bormoqda. Agar ular tuzalmasalar, butun oilamiz parokanda bo'ladi. Men bunga yo'l qo'ya olmayman. Noma'lum tabibni izlab Xitoy dramalarini faqatgina Telegramdagi kuchukcha UzDubGo pastki chiziqcha drama kanalida tomosha qiling. Soxta kanallarga aldanmang. Yaxshi xabar bor. Biz uni topdik. Nima? Rostdanmi? Nahotki arvoh tabibni vorisi topilgan bo'lsa, endi otamiz tuzaladilar. Men najotni topdim. Mana. Yangiliklar. Liang shifoxonasida ilohiy tabib paydo bo'ldi. Hali 30 yoshga to'lmagan ilohiy tabib. Aytishlaricha u Xaychan shahrida ekan. Zendan hukmdorining dardiga shifo bo'larmikan? UzDubGo studiyasi tomonidan maxsus dublyaj qilindi.